Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Siz bizning Tez News kanalimizdasiz. Biz bilan eng ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun bizga obuna bo'lishingiz kifoya. Buxoroda hokim yordamchisi pora bilan ushlandi. U hokimiyat zaxirasidagi yer maydonini onlayn auksion savdolari orqali sotib olib berish evaziga fuqarodan $6,000 talab qilgan. Kelishilgan pulni olayotganda tezkor tadbir orqali ushlangan. Buxoro viloyati Peshku tumani hokim yordamchisi tezkor tadbirda pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, hokim yordamchisi hokimiyat zaxirasidagi 7 sotix yer maydonini savdo avtomatlashtirilgan axborot tizimiga joylashtirib, so'ngra onlayn auksion savdolari orqali sotib olib berish evaziga tadbirkordan $6,000 talab qilgan. Tadbirkorning arizasiga asosan Davlat xavfsizlik xizmati Bosh prokuraturasi huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda hokim yordamchisi ta'magirlik yo'li bilan $6,000 miqdoridagi porani 3-shaxs orqali olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hokim yordamchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.